Assalomu alaykum. Hozir Jizzaxdan proyekt chiqdi. Shuni borib do'g'or qilgan ketyapmiz jiyanim bilan. Hop, bu videoni olishdan maqsadim televizorlarda ko'p yetishyapti. 35%ni уже qo'yildi O'zbekistonning potrebiyasini, tokini, ya'niki 35%ni quyosh paneli qoplab beryapti deyishdi. Endi men bu videoni qo'yishimdan maqsad haqiqatda mana hozir Sirdaryodan o'tyapmiz. Shu sho'tgacha bo'lgan yo'l davomida ko'ryapman, ancha panellar qo'yilibdi. Ancha muncha ko'chalarni ko'ryapman, ko'p joylarda qo'yilgan. Ya'niki rostdan ham bir 35%ni haqiqatda yopamiz hozirgi paytda. Yana bir 30%ni yopiladigan bo'lsa, 30-yilgacha shunaqa proyekt qo'yganlik boshimiz. 30-yilgacha yana bir 30%ni qiladigan bo'lsa, o'sha kerakli nominalga yetib boradi. O'zbekistonda svet tok yetishmovchiligini hal qilishga o'sha yordam beradigan darajada tokka yetadigan bo'ladi. Adashmasam shu 3 yil oldin yetgandilar. Boshimizda 65%ni O'zbekistonning talabini 65% energiyasini quyosh panelidan oladigan bo'lsak, O'zbekistonga yetadi. Qolganiga shu chorva gaz, boshqa gazlar bilan to'ldirsa bo'ladi. Hozirgi paytda 54 ga tushirildi, sababi Jizzaxdan atomli elektr stansiya qo'yilyapti. Shuni hisobiga 54% ni qoplaydigan bo'lsa ham O'zbekistonni bemalol qoplab beradi. Lekin menimcha keyinchalik yana bir 10 yil ichida elektromobillar ko'payadigan bo'lsa, bu yana qo'shilishi ehtimoli bor. Ko'pchilik xavotir oladi, men hozir qo'ysam, ertaga pulimni ola olamanmi yo'qmi? Hozir O'zbekistonda Sovet davriga nisbatan ko'proq tok ishlatiladi, chunki Sovet davrida bitta mahallada bitta dona konditsioner, BK konditsionerlar bo'lgan. Hozirgi paytda bitta uyda kamida 2 ta yoki 3 ta konditsioner bor. Bu bitta uyda mahallani o'zida demayman, u sanasi mahallada 100 tadan ko'p. O'sha paytda o'zi mahallada 10 sotuvdan keyin qo'shningizniki yana 10 sotuv bo'lardi, 20 sotuvda 2 ta uy bo'lardi. Hozir 20 sotuvda 7 ta 8 ta uy bor. Ularning ichida har bittasida 1-2 tadan 3 tadan konditsioner bor. Potrebiyasini o'zingiz hisoblab olasizlar qancha bo'ladi. Bundan tashqari elektromobillar yildan yilga ko'payyapti. Bu degani tok sarf xarajati anchagina oshadi, ko'payadi. Shuni hisobiga bemalol quyosh panellarini qo'ysanglar bo'ladi. Anchagacha sotib olinishi, to'g'risi 65%ni polibom sotib olinadi. Chunki O'zbekistonni qoplab beradigan tokini o'zimiz xalqqa o'zi chiqarib beradigan bo'lyapti. Qo'yilayotgan katta stansiyalar baribir 65%ni qoplab berishi qiyin. Endi davlatning o'ziga ham nevigidna, sababi u shuncha quyosh paneli yuvishini o'zi bu katta narsa-da. Davlat o'zi qo'ysin desangiz, u obslugasi, uni yuvishlari juda qimmat bo'ladi. Chunki bo'ldi bir nimadir hozir nom esimda yo'q, shu joyi xolos o'sha joyda obslugasiga chiqildi. 1,5 oy mobaynida har endi bitta qatorda bir xolos o'lchamlar hozir esimda yo'q to'g'risi, lekin bir kun ketadigan o'lchamni o'chirib turib yuvilganda 1,5 oyda yuvildi. Juda katta masshtabda bo'lgan, xitoyliklar o'rnatgan proyekt edi. 1,5 oy mobaynida 22 ta odam panellarni yuvdi. Zo'rg'a ulgurib chiqib ketdilar. Endi o'sha yerda o'ziga texnikasi bilan, generatorlar bilan hammasidan qo'yganda bitta uchastkani puli kirib ketdi. Faqat mo'ykani o'ziga. Shuni hisobiga davlatda o'ziga qo'yib qo'yadigan bo'lsa, nevigini xalqqa bo'ladigan bo'lsa, men o'zim ham chiqaman, 20 bitta 10 kilovatlikni yuvib bo'laman-da. Xalqqa o'zini qo'lida bo'ladigan bo'lsa, yuvish oson, obslugalar. Endi nimadir buzilib qolsa, o'rniga o'rib bemalol xalqqa o'zi tez-tez yuvib, tez-tez obslugasini qilib beradi. Misol invertorni almashtirish kerak, bu narsalar bo'lib qoladigan bo'lsa, kuchaytirish kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, xalqqa o'ziga bo'lgani osonroq bo'ladi. Ko'ngilni xotirjam qilib quyosh panellarini bemalol o'rnataveringlar. Hali davomiyligi baribir 50 yil, 60 yil, undan keyin ham baribir O'zbekiston sotib oladi. Chunki hozirgi paytda ketayotgan shuncha elektr energiyasiga O'zbekistonning gazlari talabga javob bera olmaydi. Atomli stansiya ham qo'ygan bilan bir 20% ni yopsa kerak. Bu to'g'risida hali to'liq informatsiyam yo'q, lekin meni o'ylashim bo'yicha 20% ni yopib beradi. Shuning uchun xotirjam qo'yaveringlar. Tok sotib olinishi baribir davomiy bo'ladi. Dalalarni sug'orish uchun ham, suv nasoslari uchun 2 qatordan 8 ta panelni qo'yib chiqishibdi. Yo'llar rosa chiqyapti, suvni tortib dalaga sug'orib beryapti. Mana shunaqa panellardan bo'lsa yo'lda ko'p ekan. Jizzaxdagi obyektimizda ham kafe ekan. Xudo xolasa, logorimizga o'xshaydigan bo'lsa, kanalga obuna bo'lsanglar, o'tgan qo'yilayotgan 70 kW gibrid qo'yamiz. Akkumulyatorlarni ham taxminan 70 kW qo'yamiz, xudo xolasa. Agar logorimizga o'xshasa, videoda ko'rasizlar, kanalga kuzatib boringlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Nomerni pastda qoldirib o'tamiz. Sirdaryodan o'tyapmiz. Hamma yoqda laylilar bor. Laylilar makoni deb o't. Jizzaxga yetib keldik. issiq baliq
Mana Jizzax post. Jizzaxdan qaytib keldik. 3 soatlik yo'l ekan u yoqda. Hop, mana shu mashinada borib keldik. Buni zaryadini to'ldirib borganimizda 47% bilan yetib oldik. Jizzaxda yana buni boshqatdan zaryad qilib to'ldirdik akkumulyatorni. Qaytib kelganda hozir kun issiqroq, konditsioner ko'proq yondi. Shuni hisobiga 34% bilan Toshkentga yetib keldik.